2009-yil Stamford Bridge stadioni Chelsea Barcelonaga qarshi. O'yinning 9-daqiqasidayoq Michael Essien jarima maydonchasi tashqarisidan raketa nomli dahshatli zarbasi bilan gol urib, stadionni larzaga keltiradi. Hisob 1-0. Pep Guardiola boshchiligidagi to'xtatib bo'lmas Barcelona Chelseaning temir himoyasini yorib o'ta olmay chorasiz qolgandi. Ammo keyin katta sahnaga o'yin bosh hakami norvegiyalik Tom Henning chiqadi. Chelsea ketma-ket hujum qilardi. Hisobni yiriklashtirish kerak edi, lekin har safar jarima maydonchasi ichida qoidabuzarlik bo'lganida hakam ushdagi jim qolardi. Dani Alvesning aynan mana bu harakatida ham 100% penalti edi, lekin hakamning qarori boshqacha bo'ldi. Abidal jarima maydonchasi ichida Dragbani futbolkasidan ochiqchasiga tortib yiqitdi, lekin mana shunda ham hakam jim. Pedri Vinicius tortgandek tortdi-da, lekin mana shunda ham penalti bo'ldi. Nikolas to'pni olib o'tayotganda Pike shunchaki to'pni qo'li bilan to'xtatib qoldi. Xuddi voleybol o'ynaganda ushlab qoldi. Lekin hakam o'yinni davom ettirishni buyurdi. 90-daqiqa Barselonaning butun o'yin davomidagi yagona aniq zarbasi golga aylandi. Lionel Messining uzatmasidan so'ng Andres Iniesta to'pni 9-likka joylab qo'ydi va bu hisob safardagi gol qoidasiga ko'ra Barselonani finalga olib chiqardi. 95-daqiqa Chelseaning so'nggi burchak zarbasi va Ballik darvoza tomon kuchli zarba beradi. To'p Samuel Eto'ning qo'liga tegadi. Bu 100% penalti edi. Ballik aqldan ozgudek yugurib hakamning oldiga borib tushuntiradi, lekin hakam final ushtagini chaladi. Stadion urush maydoniga aylanadi. Drogba kameralarga qarab, bunaqa hayotimda bu hakam degan gaplar bilan ushbu o'yin futbol tarixidagi eng adolatsiz o'yinlardan biri bo'lib tarixga muhrlanadi. Siz yana shunga o'xshash qaysi adolatsiz tarzda o'tgan o'yinlarni bilasiz? Izohlarda bu haqida yozib qoldiring va Chelsea hamda futbol haqidagi qiziqarli kontentlar uchun obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.